har bir o'sha musulmonda xonadonda bo'ladigan bir kitob. Bu o'zimning kitobim bo'lganligi uchun aytmayman. Illa bu ilm mening ustozlarimning ilmidir. Meni ilmim emas bu. Ustozlarimiz bizga nimada yetkazgan bo'lsa, shu ilmni ummatga yetkazishlik yo'lida mana shu ta'lifni qilganmiz. Bo'lib ham bu kitobni asl boshlanishligi men Misrda yurganimda talabalarga tajvid sabog'ini berganimda, tajvid bilasizki, hammasi qoidadir, qonundir, talabalarda zerikish bo'lmasin deya ularga o'sha tashviq o'rnida, hozirgi tilda aytsak motivatsiya o'rnida men bir masalan idg'om qoidasidan avval, deylik iqlob qoidasidan avval ularga bir hadis aytib, hadisda yana ham Qur'onga ularni muhabbatini ziyoda qilish maqsadida yaxshi bir so'zlarni, qissalarni ilinib, o'sha tajvid saboqlarini berishlik asnosida aslida bu so'zlar aytilgan. Va so'ngra nima qilingan? Uni ummatda, talib ilmlarda, Qur'on shaydolarida o'sha qabuliyatini ko'rganimizdan keyin bu mana bu holatda alhamdulillah kitob holatiga keltirilgan.